Ben bugun endi nurg'un qizlarning nim uchun ayollar tashkirtishdan shunchalik qo'rqaydiganligini oxiri bildim. Bugun bir video ko'rgandim. Videodagi qiz HPV bilan shug'ullanib qopdi-ka. Shundan doktorxonaga berib tashkirtish qilsa, doktor bu o'rindan biz xo'jayin ilib, ya'ni avrishga ilib tashkirmasak bo'lmaydi deb. Avrishga ilib tashkirish usuli Bunda odatdagi shu o'rinninki ajratma moddasini tashkirish emas, balki shu yerdan go'shtni kart qilib kesib elib tashkirishga. Buni tiga qarsam, bir qiz mundada biz qutdi. Nim degan qo'rqinchli qanim bo'lsa, mening o'g'il do'stim yo'q-ka deb. Anki ammada qo'rqinch qo'g'ini bu pinglonning ostiga 400 odam pinglon yozibdi. Hammanglar hanim bo'lsa, mening o'g'il do'stim yo'q-ka degan pinglonga. Do'stlar, hozirgacha o'g'il do'sti bo'lmaslar, ayollar kesilib bo'lmaydi deb o'ylaydigan odamlar ekan. Erlarga yaqin kelmasaklar, biz munosabat o'tkazmasaklar, bizda ayollar kasalliklari mavjud bo'lmaydi deydigan qarash bor ekan. Unda bo'lsa, rostla shundami? Do'stlar, biz ayollarningki badan qurilmasining tuzilishi alaydiroq bo'lganligi uchun ba'zi vaqtda bak azallar mikroblanib qoldi. Uning ustiga ayollar kasalliklari jamiyatda ko'p uchraydigan kasalliklar kirdi. Qiz bola pul sifatimiz bilan kundalik turmushimizda cho'qim va olti ishqa chin ko'nglimizdan diqqat qilib, muhim bilishimiz kerak. Birinchisi bo'lsa, beshimizni har qitim yuvib bo'lgandan keyin, munchadan chiqqandan keyin ash o'zimizning maxfiy o'rnimizni erlar o'tkazitala quritishimiz kerak. Chunki u yer davomli nam holatda tursa, asallar mikrob texmi jixlab ketadi. Shuning uchun qurg'oq holatda pokiz saqlashimiz kerak. Ikkinchisi bo'lsa, bakchi qizlar hammamiz o'tkazib boqqan bir xatolik bo'lib qolishi mumkin. Nurg'un qizlarning qalbida men ish kiyimimni qiziq suvda yuvsamlar, mikroblar o'ladi deb qaraydigan ko'z qarash bor. Do'stlar, unday ish yo'q. Chunki bizimizdan ajralib chiqqan ajratmalarning ko'pinchisi oqsil qoldiqlari. Bular ishtik qiziq suv bilan birlashgan vaqtida oson erimaydigan modda o'zgarib oldi. Shuning uchun amal bor. Mikrobning texmi iliq suvda tug'ib jixlab ketmaslik uchun sovuq suvda yuvishimiz, takrar choy qilishimiz bo'lsa, ashtaq joyi ish kiyimlarni yuydigan narsalarga silib yuvishimiz kerak. Yuvib bo'lgandan keyin optab tushib turadigan o'ringa yeyishimiz kerak. Mushu zivaysiyan hammada yaxshi shovdu qiladigan narsa. Uchinchisi bo'lsa, nurg'un qizlar mushu oddiy bir ish. Tarat qilgan vaqtida davomli kaynidan oldi qaritib xato so'laydi ekan. Uni amasa oldidan kayni qaritib etishimiz kerak. Bundan odatimiz kelib, qo'sqimiz og'rib qolganda nurg'un qizlar qog'ozni tashitiblar, ikkinchi qog'ozni bevosita almashtirib oladi ekan. Hargiz unda qilmanglar, chunki u yerda yana bir qism mikroblar qoladi bu vaqtida. U ya'ni yuvish bir qadar absiz bo'lib qolsa, sirtdagi vaqtinglarda noiti pokiz bo'lgan shiding bilan esanglar bo'ladi. Amalba ash o'lchamga to'shgan, ash maxfiy o'rinni etish darajasiga to'shgan shidinglarni ishlatinglar. Men markadagi shidingni hammalar ishlatib vaqtinglarga deyman. Men davomli mushni ishlataman. Bu Fuyenje degan marka, men deymsammi, hammalar bizlar 20 necha yil mush ayollar mahsuloti bilan bilishib kelgan. Burun buningki tozliq suyuqliklarini ishlatdik, ichini tishni yug'il bo'lgan. Meningki shidinsi chiqib kelib, bu shidinsimi bek yaxshi, ham bek aplik, bek umoqga. Ichidan bekchiq chiqib kelgan va ishlatib mashinchida qopdi. Buningki mundaq duli bowdron chiqdi ekan. Har qachon, har yerga borsanglar, nega borgan vaqtinglarda sumkalarni sap qo'ysanglar, shunchalik qulaylikka suv uzamsizlar, ommaviy hojatxonalarga kirgan ishlatamsizlar. Yoki o'shanda tozliq qog'ozlarni olmashtirgan vaqtimizda yirtib ishlatib olamiz. Bu odatdagi shidingdan farqlandi. Buni ichida mikrob o'tiradigan tarkib bor. Cho'qim mushunda xildagi o'lchamga yetgan ishonchlik bilan ishlatinglar. Buni hozir faoliyatga tutib, fursatni ching tutib, cho'qim evilinglar. Birava xogoni oz yesakmi, cho'qim o'zimizningki maxfiy o'rnining sog'lomligiga cho'qim ko'ngil bilaylik. HPV degan narsa cho'qim o'g'il do'sti bo'lsa yoki yo'ldoshi bo'lsa yuqadigan narsa emas. Bundan boshqa nurg'un biz diqqat qilmaydigan ommaviy so'rinlardimi yuqib qoldigan ahvol bo'ldi. Shuning uchun o'zimizning sog'lomligiga o'zimiz ko'ngil bilaylik. Maxfiy o'rinimiz degan biz ayollarningki eng muhim yiltizimiz mush qitishib, ashu qatlig'inlar kelib ketadigan ashta ahvol bo'lib qolgan qizlar. Mushu yana mushu markaning qonun o'xshash xudiyasi bor qaranglar. Bu to'g'riliq chiqibdi, o'simlik men ishlatdim. Jo'yi doris puraydi ekan, ma'mu bek yaxshiga ishlatinglar. Shunda rahat bo'lib qolgansizlar. Ashkimanglarmi shunchalik pokiz turdi ekan. Ularning bahosining azalligiga shundaqla sifatining yaxshiligidan sizlarga o'zimning mush odat ishlatayotgan mush naslarimni fenshan qildim. Men unutilib qolgan yana qandoq yaxshi mazmundagi inchki nuqtalar qolib qoldi. Biz diqqat qilishga tegishli. Bildigan do'stlar bo'lib qolsa, pinglon rayoniga qoldirib qo'yinglar. Teximchi qiz do'stlarimiz bilib olsin. Shundaqla oxirida hammalarningki, har bir go'zal qizlarning tinninki salomat, kunlarining xushal bo'lib ketishini chin dilimdan umid qilaman.